Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlaymayız. Leksiyada size gacıyoruz. Washington'da sözlerimiz bugün çizsağış kimen 25. yıl 6. ayının 1. günü vatandaş. Bugün sizlerge vaziyetin bir dağın haberimiz yakında deyimiz 30-31. günleri Singapur'un Shangri-La şehrinde yani Shangri-La diyaloğun birde. Birge katlaşkan Amerika Qo'shma Shtatlarining Davlat Mudofaa Ministri Pat Haggis, shundaqla Yevropa İttifoqining vakillar umigining boshlig'i Carlos xonim Shangri-La yig'inida so'zlagan nutqida men shundaq hisobladim, vatandosh ham Carlos xonim ham Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mudofaa Ministri Pat Haggis afandilar o'xshashli tig' uchini Jungo Kompartiyasiga qaratdi. Masalan deydi o Pat Haggis apandi Davlat Mudofaa Ministri hech qachon eg'izga ilib boqmagan bir so'z, bir ibora kommunizm jungosi. Jungo kommunizm jungo degan so'zni tunji qatim eg'izga oldi. Ondan keyin hozirgi vaziyat Tayvan bu o'ziga aloqador yoki Jungoning ham xiyollarga aloqador hozirgi vaziyat qosh bilan kirpik ottirisi turibdi deydi. Vaqt jihatini aytganda intayin jiddiy deydi. So'zlagan nutqini yezib keldim qisqarcha sizlarga mazmunni so'zlab bersam bo'laverdi vatandosh. Vaziyat qosh bilan kirpikning o'rtasida. Yoki ehtimolki urushga munosabatli. Qosh bilan kirpik o'rtasi vaqtiyatni aytganda intayin jiddiy deydi. Yangi atalg'u, yangi qo'yilgan ism kommunizm jungosi. Shundaq deydi vatandosh. Endi Carlos xonim keldigan bo'lsa, Carlos xonim tafsiliy tushuntirib, ochiq aytib shundaq dedi. Jungodan ansiraydigan bo'lsang, avval Rossiyadan ansira. Rossiyadan ansiraydigan bo'lsang, avval Jungodan ansira. Növbəti Jungo Rossiya münasibeti çonqurlaşqan sürü biz Avropa ansirashga başladı. Gapning ochiq ma'nosi tinchlik suyar kishilar ansirashga başladı dedi. So'zning uzoyi va butun nutqning hamma jarayoni bevosita Jungoga qartildi vatandosh. Bu xonimning so'zi qandoq qo'yildi, mavzu qandoq qo'yildi shuni diqqat qilib o'tinglar. Bu mavzu bunda qo'yildi. Yevropa İttifoqining yuqori darajalik vakillari Rossiya Jungo yer shari bexatarlik tartibini o'zgartmoqchi bo'lyapti. Biz bundan ansiraymiz. Yevropaning vakili Carlos xonimning so'zi vatandoshim. Ikkinchisi endi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bexatarlik komiteti. Bexatarlik komiteti. Bu üçüncüsü to'xtab turang uni. Tarmar bulash xarakterlik oqibatga duch keladi. Jungoning adaqi nishoni tugashdi. Oldiga belgilab olgan nishon tugadi. Oxirlashdi, o nishon yo'q. Prezident Donald Trump Tayvanga kuch berdi. Mavzuli xabar 6. ayning 1. kuni Apollo axborot to'g'ri e'lon qildi. Bundaq boshlandi. Bunda Amerika Davlat Mudofaa Ministri Pat Haggis 31. kuni Shangri-La diyalog munbirida nutq so'zlab mundaq ko'rsatdi. Jungo Kompartiyasi Tayvanga tahdid solyapti dedi va Jungoni tunji qatim kommunizm davlati deb atadi. Tunji qatim Jungoni kommunizm davlati deb atadi. Shundan keyin dedi oxirida Amerika o'z tarafdan tirishchilik ko'rsatib bu nishonni amalga oshirdi. Masalan, Tinch okean, Hind Tinch okean rayonidagi oldiga belgilangan strategik nishonni amalga oshirdi. Biri Amerika davlat mudofaa oldingi saf ustunligini yaxshilaydi. Birinchi. Ikkinchi, ittifoqdosh davlatlar mudofaa iqtidorini yaxshilashga yordam berdi. Üçüncü, Amerika bilan ittifoqdoshlarning davlat mudofaa sanoat asosini qurib chiqadi qayerda? Endi Tinch okean rayonida. Burunqalik ittifoqdoshlik hujjat shaklida, kelishim shaklida tuzilgan bo'lsa, endi amaliy ish
ittifoqlashlar bilan davlat mudofaa asosi qurib chiqamiz. İttifoqlashlar bilan bo'lgan munosabatni yaxshilaymiz. Shundaqla Amerika o'z oldiga oldingi sap mudofaasi yoki oldingi sap o'rinlashtirishni yaxshilaydi. Bu Pat Hagis'in sözüge sözü vatandaş ende Kallas Hanım. Kallas Hanım demdi de bunun da mavzumundayken mavzunu to'xtattirib yürütüldü. Avrupa İttifaqı dedi ki hazır haber 6. ayının 1. günü April'de Axbarat to'g'rida e'lon qilindi. Prezident Makaron yaqinda Sharq Janubiy Osiyoni ziyorat qildi. Shuning o'xshashda Kallas Hanım bu Shangri-La diyalog yig'iniga qatnashdi vatandoshim. Diyalog yig'inida andın yana Fransiyanın prezidenti Makaron nim dedi desangiz mundaq dedi. Acayip gap mana qarab turaman. Aql degan mana mushuchilik deydi. Masalan aql deb nimaga aytdingiz desangiz, boshqa aqlni qo'yib turadi, shu aqlni qo'yaylik. Rossiya Ukrainaga tajovuz qildi 2024-yildan boshlab. Rossiya bilan Chavshanning munosabati yaxshilandi vatandosh. Şu esnada Çavuşan derhal ifade bildirip askeri kısım yerden bir işki bəti bədi. Şimdi biz sizlerge haber yetkizilgende 10.000 kişilik birinci katında evetilgen askeri kısım. Onun kayında şu askeri kısımlar kerek bu harbi kural yarak olan Rusya yerden ben. Rusya bu yardımını Ukrayna uruş meydanında işletti vatandaş. Ama endi bugünküleyle bugün Fransa'nın prezidenti Macron Shangri-La yig'inida shundoq dedi. Agar sen dedi, yoki Jungoga qarshi yoki deyli Jungo, agar sen Jungo NATO Osiyoning ishlariga, NATO endi Tinch okean ishlariga aralashmasin deydigan bo'lsang, yoki aralashishni umid qilmaydigan bo'lsang, undaqda sen Chavshanga aytqinki, Chavshanga nasihat qilginki, Rossiyaga harbiy qurol yaroq bermasligi kerak. Rossiyaga askeri yordam bermasligi kerak. Agar shundoq bo'lgan bo'lsa, masalan, Chavshan shundoq yordam beradigan bo'lsa, demak oxirgi logikalik mantiqiy rivojning oxirgi natijasi NATO cho'qim Osiyoning ishlariga aralashidir. NATO endi Tinch okean rayonining ishlariga aralashidir, chunki sendeki Chavshan degani kichik davlatchaq, kichik davlatchaq Yevropani ishtirg'anlar. Men bosh nimdi deb aql degan boshqa yer ekan dedim-ku, vatandoshim. 2024-yili Chavshan Rossiyaga askar chiqarib Ukraina urushiga Rossiyaning armiyasiga yordam berishga avatgandilar. Dunyo xabarni qildi. Yoki unda tanqidlmidi, yoki bunda tanqidlmidi. Tushundingizmi? Hech nima demedi vatandosh. Asosiyati hech nima demedi deysangiz bu. Bugün endi navbat keldi. Avrupa İttifaqının a'zosi, Yevropadagi qudratli davlatning birisi, xalqaro ta'siri bor davlatning birisi Fransiyaning prezidenti Macron nima dedi? Agar NATO sen Osiyoga kelmasin, Osiyoning ishlariga aralashmasin deydigan bo'lsang, barabar Jungo apandi, sen Chavshanga yordam berishni yoki Chavshanning Rossiyaga yordam berishini to'xtat. Chavshanning Rossiyaga odamsiz aeroplan va harbiy qurol yaroq yordam berishini to'xtat. Chavshanning Rossiyaga askar chiqarib yordam berishini to'xtat. Shu vaqtlarda sen bu maqsad yetalasa yana Yevropa İttifaqı Osiyoning ishlariga aralashmasin deganga yetib boralaysan. NATO Osiyoning ishlariga aralashmasin degan nuqtaga yetib boralaysan. Kechikdi. Bundan keyin biz sen agahlandırış bədik, şundan keyin senin bu o yolunu toxtub qo'yishing mumkin. Yani Chavshanning Rossiyaga yordam berishi toxtub qo'yishing mumkin. Lekin ish boshlanib bo'ldi. İşlenib bo'ldi. Chavshan askeri qismlarini avatdi. Rossiyaning Ukraina urush maydoniga harbiy qurol yaroqlarni tamam avatdi. Endiki gap yoki tashabbuskorlik Yevropa İttifoqining qo'li. Endiki gap yana tashabbuskorlik NATOning ixtiyori. Nim bo'lib ketdi vatandosh bu jahon, nim bo'lib ketdi. Mana shunday bo'ladi. Aql qayerda, tafakkur qayerda, fikr shu yerda bo'ladi vatandosh. Taqobil turish shunday mustabid davlatlar, ya'ni shu yerda bo'ladi, harakat shu yerdan boshlandi vatandosh. Endi bugun 3 nuqtada biz birinchisi Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar davlat mudofaa ministri Pat Hagis'ning so'zi kommunizm jungosi. Tahdid. Hozir urushning tahdidi qosh bilan kirpik o'tirish.
vaqt jihatini aytganda intayin jiddiy. Tugdimi? Ondan keyin Kallas xonim nima dedi? Agar sen Rossiyada ansiraydigan bo'lsang, avval Jungodan ansira. Bu obyektdan ansira. Agar sen Jungoda ansiraydigan bo'lsang, u vaqtda Rossiyadan ansira. Hozir Rossiya bilan Jungoning munosabati cho'nqurlashib, Ikkinchi dunyo urushidan keyin biz tuzib chiqqan xalqaro shartnoma va xalqaro qonunlarni biz qurib chiqqan Birlashgan Davlatlar Tashkilotini xalqaro tartibni o'zgartirishga uriniyotir. Rossiya bilan Jungo. Biz buna yo'l qo'ymaymiz. Gapning ma'nosi ana shu keldi vatandosh. Bu o'xshashlar Shangri-La yig'inida Singapurda davlat mudofaa ministri Pat Hagis, shundoq Yevropa Ittifoqining vakili Kallas xonim yuqori gapni qildi. Bu yerdagi bir yangilik bizdan Amerika tarafdan davlat mudofaa ministri Hagisning kommunizm Jungo yoki kommunizm shu darajaga ko'tarildi degan gap vatandosh. Normal munosabatlar doirasi odatdagi davlatlar qatorida u boshqa gap. Endi Jungo kommunizm Jungosi darajasiga ko'tarilganda normal munosabatlarning doirasi kengayamdi, tariyamdi, cho'nqirlashamdi, munosabatlar jiddiylashamdi, realliklar ixtiyori. Nima? Endi siz yetkazdigan yani ikkinchi bir vaziyatimiz boshda aytishim kerak edi. Lekin men Yevropa va Amerikani beshiga qo'ydim o xabarni beshiga. Endi siz yetkazdigan yana bir xabaringiz. Mana diqqat qiling, ha vatandosh. Qarab turingmi? Birinchi xabarimiz qisqa xabar Beijingda hamma kontrollikdan chiqib ketdi. Harbiy mashinalar Chang'anje ko'chasiga kirdi. Jungoda inqilob partildi. Xo'shin motivi 6 ayning birinchi kuni yurdi. Jungoda inqilob partildi. Savol belgisi yo'q. Jungoda inqilob partildi yoki undash belgisi yo'q. Jungoda inqilob partildi. Tabiiy oxirlashli jumla. Demak, Jungoda inqilob partildi, tabiiy partildi. Bu qisqa xabarga tahlilimiz shu deydi. Endi yana bir qisqa xabarimiz bo'yicha sizga aytadiganimiz bunda vatandosh. Men atgan misha chiqishdan avval. Xos xabar. Xi Jinping butun huquqdan ayrildi. Wang Yang vaqtliq ish bajarishga o'tkazilgan degan to'q. Wang Yang keldi, xizmat beshiga keldi, Xo'chunxo ishchisi keldi degan to'q. Hozir shu Wang Yang vaqtliq ish bajarishga boshladi. Sekretarlik vazifasini vaqtliq o'tashga boshladi. Xi Jinping Zhang Yusha tarafidan mirza qamoqqa olindi. 6 ayning birinchi kuni yovshirdi. Xi Jinping Harbiy ishlar komitetining ma'muriy raisi Zhang Yusha tarafidan mirza qamoqqa olindi. Bu xabar o'xshashlar Shaolin moliyasi 2 torbat film ishlash kanalida o'xshashli vaqt keldi vatandosh. Biz buning rost xabar bo'lishini umid qilamiz vatandoshlar. Shundoq bo'lganda Amerikaliklarning falsafasidagi urush qilmay g'alaba qilish. Yaningizmi? Urush qilmay g'alaba qilish. Falsafa urush tarixi yoki falsafa tinchlik tarixi. Shuni aytganda urush qilmay g'alaba qilish. Bugun ish qo'shgan bilamda shundoq bo'lishini xohlayman. Shaxsan men shundoq xohlayman, siz ham xohlaysiz vatandosh. Urush qilmay g'alaba qilish. Qanday g'alaba bo'ldi bo'lmasan, Rossiyaning vaqt 40 yil ichida kollaps oldi, og'dirildi. Sobiq Sovetlar Kreml mustamlakachilar imperiyasi. Bugun endi navbat Jonanxay mustamlakachi imperiyaga yetib keldi. Buning bilan urush qilmay g'alaba qilish. Amerikaliklar falsafasi bo'yicha. Birinchisi Rossiya Sovetlar hokimiyatining ustidan Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Reagan g'alaba qildi. Reaganizm. Bugun Jungo Kompartiyasining ustidan agar urush qilmay g'alaba qilish, mirza qamoqqa elinganligi rost bo'lganda oldingi shart bugun Amerika Qo'shma Shtatlarining navbatdagi prezidenti Donald Trump urush qilmay g'alaba qildi. Balki g'alaba qilganda 40 yil sarf qilgani yo'q. 40 oy sarf qilgani yo'q. Faqat 40 kun. 4-ayning 2-kuni tamoyilni Amerika Qo'shma Shtatlarining ozodlik kuni
Tamojni beji 4. ayının 2. günü, 5. ayının 12. günü Amerika Cumhur Cenve söhbeti ve akbaratı kelişimi ve ondan keyinki bayanat muşularını koşkarda bari yok 40 gün. Tamojni beji arkalı Cumhur hükümetinin taşkı soğudusunu 40 gün içinde soğuçalar kütürüp Kartiner, Pristallada ve Porta'da katlanıp kaldı, düğülünüp kaldı. Kaçılaydıgan parkut yok, manadagan parkut yok. Barıdığan devlet yok. Taşkı soğudu gümbran boldu, Cungo'da zavodla şununla münasebetlik işlep çıkar kuçe. Zavodla arka arkadan takaldı ve bu zavod işlevatkan işçiler koçulağı çıktı. Koçulağı çıktı. Mesela Şanghay'ın koçuları bir gilemle taşlap koyuyor. Gilem bize sizin körüp doğan gilem emez. Yani suyunu yapıldığı el yaldaki bölümü taşlap koyup başına uçsun. Yetip koptu vatandaş. 40 gün için 100 berge geç. 245 tamamıyla belli. Fakat emkilişimde Cenve'de 145 tamamıyla belliğini 30% düşürgen idi. 90 gün muhtar. Cumhur hükümeti hem 125 tamamıyla belliğini 10% düşürgen idi. 40 günlük muhtar. Tamam hem üstügüdü. Hem de başta etkinimizde Amerika Koşmuş Ştatları Devlet Müdafiə Ministeri Fəth Xagiz vakit cihetin etkandı intayın ciddi vaziyet intayın ciddi. Canınız mı? Yani bir noktasında etkandı vaziyet koş bilen kirpik oturistik vaziyet. Del şundak vaziyeti bir gün 6. ayının 1. günü yukarı işki torp bilim işler. Program mesela kanalı diye yetikilgen haber. Sekretari Xi Jinping nazarband kılındı Mirza Makal. Reis yoki Cumhur'un reis Xi Jinping nazarband kılındı Mirza qamoqqa ilingan. Rast bo'lsin, mush ish rast bo'lsin. Undaqda biz nima deymiz? Rahmat sizga. Amerika Qo'shma Shtatlarining navbatdagi prezidenti Donald Trump. Rahmat sizdan hükümetimizga. Endilikdagi gap nereden başlaymiz? Agar qo'lga ilingani, nazarband qilingani Xi Jinpingning rostli bo'lgan bo'lsa, endi Jungodagi o'zgarish qanday boshlanadi? Sözlü valide vatandaşım şu avazın çıkmadı mı aparatım bek yaxşı aparat idi. Bugün bir katım sözlep girdim talada. O sözlüğün sözümde avaz çıkmagandaki manısıyla ikinci katım sözlevatımın. Avaz çıksa andı hesap, avaz çıkmasa andı hesap emez vatandaş. Benim şu işlerim yürüyüşüp mesela vaziyet diyen moşundak yitip gelgende ya kameramdan çatak çıkıdı. Ya kalemden çatak çıkıldı. Bu mu? Şükre. Benim şükür deyimiz vatandaş, şükre. Ben bugün ağzı sınayman kana. Bunun men iş kandak buldu vatandaş, değil mi?